Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Hamıya selam dostlar, sizlerle Z. Bugünkü videomuzda Inter'de yani atmosferini zombi oynayarak mesafelerimden öldürüyoruz. Diğer video ise like ve abone basmayı isterseniz bunu seninle başladık. Çok bizde 4 tane işim var. Birincisi Obvision, ikincisi Argo'nun ikincisi Faktör, birincisi Seçler yani fenomenal kaçası tarihçi gördüğünüz beş rejimini oynuyoruz. Sonra ben bu oyun Roblox siz xohlagan narsani sotib olaman. Olmasam hozir Xo'p, bizda qandaydir menyu ochildi. Bu menyu bizga shart emas. Xo'p, hozir bu yerda insonlar sotib olamiz. Xo'p, bo'lmasam o'yinni boshladik. Xo'p, bizda granata hozircha ishlatmay turamiz. Ikkita ekan granata. Kerak, yaxshi, ikkinchisini olib. Bu qanaqa arzu bo'ldi, tushunmay qoldim. Gitara berdimi bizga? Xo'p, bir qadam bosamiz. Xo'p, bundan davom etamiz. Hop, dale. Buni yoqamiz. Hop, boshladik. Hop, bana falan yani. Bakıyoruz. Çok olmadım ki mi? Ketdik. Hammasi yaxshi ketyapti hozircha, uncha lekin yaxshi o'ynayapti. Arbalet. Yaxshi, hozircha yaxshi ketyapmiz. 6 o'qib bor ekan buni. Xo'p, mana bu yerda otishga ulgurmadi. Xo'p, otishga ulgurmadim. Juda qiyin. Ketyapti. Xo'p. Bizga arbalet. Ben yüzüyorum. Ben şunu arkadaşlar bitti midir? Zor. Vallahi bitsin. Birinchi tomonga qiyinlik qildi. O'qib. Ana Arada bizga ketdik mesela. Bu qanaqa? Revolver çıktı elimizden. Yürümeyin. Zerikarliroq bo'lyapti o'yin. Chunki faqat o'lyapman. Yaxshi, hozircha itimni yaxshi ishlayapti. Bu tomonda yangi aruzani olishga harakat qilaman. Yana ushlab oldi. Qiyin. O'ta qiyin desa ham bo'ladi.
Hop, mana yana turni ko'ramiz. Hop, boshladik. Do'stlar, bugunga shu yetadi deb o'ylayman. O'zi ham ancha o'ynab qo'ydim bu o'yinni, lekin montaj qilib qisqartirib chiqaraman. Xo'p, bo'lmasam bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Shunaqa videolar ko'proq chiqib turishi uchun qo'ng'iroqchani yoqib kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Shuning bilan bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr.